O'ylab bakmaptikemen kichik turibdi lag'masi mında o'xshaydiganni. Mushu cho'nglarga qanda tamoq etishni uqolmayotgan xonim qizlarimiz mında turibdi bir lag'ma aytib oldiq akalanglar. Maqtab turib yeb ketadi jumu lekin. Oldimizga go'shak kelsangiz bunchalik tetmasdi deb shunchalik rozi bo'lib qo'shib ketdi. Ta'migim gap ketmaydi, ajoyib yeyishlik. Buni qanday qatdimki qinamiz birlikda günaylik. Avval qizil turibni videoda ko'rsatgan bo'yicha nip-zalatda to'g'rab tayyorlab olamiz. Endi buni bir qachiga elib, yarim qo'shiq tuz, azroq suv qo'yib, lobodagi qirtaqtamni chiqarib yetimiz. Undan keyin chingsay, qizilaz, ko'klazlarni videoda ko'rsatgan bo'yicha to'g'rab tayyorlab olamiz. Endi buningda go'shtni tamlantirish eng muhim azroq tuz, kavovchin uni, ahmush, yarim qo'shiq shingchup, bir qo'shiq atrofida suv may qo'yib, dori-darmaklarning yaxshi elishib ketish uchun azroq suv qo'yib, mening qo'lim bilan tekshirlashtirib olamiz. Ko'rib mishayapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib elanglar. Hozir 60 xil darsimizni palet qilyapmiz. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorlik so'g'say darsimizning 10 qo'y bilan o'rganaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran studiyasi nomeri shu. Go'shtni qo'rg'a vaqtimizda go'shtchilashqidek may qo'yib qo'raymiz. Go'sht videoda ko'rsatgandek mushalat ketganda undan keyin turibni silib qo'raymiz. Undan keyin samsaq, so'ng piyoz, uyimiz chanib olgan qizillazimni bir qo'shq atrofida silib etamiz. Chingsay qizillaz, ko'klazini silib bir ishga qo'rib etgandan keyin 2 cho'mich atrofida suv qo'yib etamiz. Undan keyin bularni bir yaxshi ilashtirib etgandan keyin tam xuruchlardan yarim qo'shiq tuz, cho'ng ustamning ahmush undan 2 gram silib etamiz. Undan keyin kavovchin undan yarim qo'shiq silib etamiz. Kavovchin unni cho'qim silinglar, sayning ta'miga tam berdi. Cho'ng ustamning cho'ngligi va cho'ng ustamning tam xuruchlarining hech qanday aralashmasi yo'q, purq alayib kuchli chiqadi. Qarab ishtayingiz ichilib ketdi-ku deyman. Amsa do'stlar, ko'rib qochib ketganlarni chidamas deymiz-ku. Inkas rayoniga haqsiz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llig'inglarga rahmat. Manda o'qishib say qo'rib uydagilaringizga lag'ma aytib beradigan bo'lsangiz, maqtab turib yeb ketadi-mu. O'rganib oldingizmi?